Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizning sarlavhasi sizni hayratga solgan bo'lishi mumkin. Только что solidная выплата от международных партнеров каждому. Bilaman, bu sarlavha ko'pchilikning diqqatini tortdi va savollar tug'dirdi. Oxirgi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, hatto ba'zi guruhlarda, xalqaro tashkilotlardan go'yoki har bir fuqaroga hech qanday shartlarsiz katta miqdorda pul tarqatilayotgani haqida mish-mishlar va norasmiy xabarlar juda faol tarqalmoqda. Bu mavzu odamlar orasida juda katta qiziqish uyg'otmoqlash, moliyaviy barqarorlikka erishish istagida. Va bunday xabarlar afsuski ko'pchilikning umidlarini uyg'otadi, ba'zilarini esa chalkashtirib yuboradi, hatto aldovlarga ham duchor qilishi mumkin. Bu masala nafaqat sizning moliyaviy ahvolingiz, balki xavfsizligingiz uchun ham o'ta muhim. Shuning uchun men sizlardan ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni so'rayman. Har bir ma'lumotni sinchiklab tinglang, chunki bugun sizga haqiqatni, mavjud imkoniyatlarni va afsuski shu bilan bog'liq xavflarni tushuntirib beraman. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati shundaki, avvallari xalqaro tashkilotlar yoki donor davlatlar tomonidan taqdim etiladigan yordam dasturlari haqidagi ma'lumotlar juda cheklangan edi. Odatda bu ma'lumotlar faqatgina hukumat idoralari, yirik nodavlat tashkilotlar yoki juda tor doiradagi mutaxassislar orqali tarqalar edi. Oddiy fuqaro, kichik tadbirkor yoki dehqon bu kabi imkoniyatlar haqida bilishga deyarli ega emas edi. Natijada odamlarning xalqaro yordam haqidagi tasavvurlari juda yuzaki bo'lib, asosan gumanitar yordam, oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan cheklanib qolardi. Moliyaviy yordam deganda esa faqatgina kreditlar tushunilar edi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi, internetning keng tarqalishi tufayli ma'lumotlar har qachongidan ham ochiqroq va tezroq tarqalmoqda. Bir tomondan bu ijobiy holat, chunki haqiqiy imkoniyatlar haqida bilish osonlashdi. Ammo ikkinchi tomondan bu noto'g'ri ma'lumotlar, mish-mishlar va hatto firibgarliklar ham nihoyatda tez tarqalishiga zamin yaratdi. Hozirda har bir kishi telefonini ochib, internetga kirgan holda xalqaro grantlar, loyihalar va pul o'tkazmalari haqidagi minglab xabarlarga duch kelishi mumkin. Afsuski, bu xabarlarning aksariyati to'liq bo'lmagan, noto'g'ri yoki hatto soxta bo'lishi mumkin. Har bir kishiga katta miqdorda pul degan sarlavhalar aynan shu toifadagi xabarlar jumlasidandir. Xalqaro hamkorlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Yevropa ittifoqi, AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi, USAID kabi tashkilotlar haqiqatan ham O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarga moliyaviy va texnik yordam ko'rsatadi. Lekin bu yordamning shakli va maqsadlari ko'pchilik tasavvur qilganidek, har bir fuqaroga shaxsiy bank hisobiga katta miqdorda pul o'tkazishdan iborat emas. Ularning asosiy maqsadi mamlakatning barqaror rivojlanishiga ko'maklashish, iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi kabi sohalardagi muammolarni hal qilish va aholining turmush darajasini oshirishdir. Va bu maqsadlarga erishish uchun ular ma'lum dasturlar, loyihalar va tanlovlar orqali faoliyat yuritadi. Unda qatnashish uchun ma'lum mezonlarga javob berish va jarayondan o'tish talab etiladi. Bu o'zgarishlarni tushunish, afsonalarni haqiqatdan ajratish bugungi kunning eng dolzarb vazifalardan biridir. Keling endi xalqaro hamkorlar tomonidan taqdim etiladigan yordam turlari va ulardan kimlar foydalanishi mumkinligi haqida batafsilroq gaplashaylik. Eng muhimi, har bir kishiga to'lov degan tushuncha qanchalik realistik ekanligini anglab yetishimiz kerak. Birinchidan, shuni aniq tushunib olish lozimki, xalqaro hamkorlardan har bir kishiga katta to'lov degan narsa mavjud emas va hech qachon ham bo'lmagan. Bu afsona, mish-mish va ko'pcha firibgarlik sxemalarining asosini tashkil etadigan ma'lumot. Xalqaro tashkilotlar o'z mablag'larini behudaga sochib yubormaydi. Ular har bir dollarini aniq maqsadlar uchun va aniq mezonlar asosida sarflaydi. Shuning uchun agar sizga kimdir hech narsa qilmasdan shunchaki ariza qoldirsangiz sizga millionlab so'm o'tkaziladi desa, ehtiyot bo'ling, bu katta ehtimol bilan yolg'on. Unda xalqaro hamkorlar kimlarga va qanday yordam beradi? Bu yordam asosan grantlar, imtiyozli kreditlar, texnik yordam, ta'lim dasturlari va gumanitar yordam shaklida bo'ladi. Kimlar bunga umid qilishi mumkin? 1. Kichik va o'rta biznes vakillari. Agar
Sizda innovatsion biznes soyasi bo'lsa, atrof muhitni muhofaza qilishga, ayollar bandligini ta'minlashga yoki qishloq joylarda iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan loyihangiz bo'lsa, siz xalqaro tashkilotlardan grant olishingiz mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi yoki Jahon banki kabi tashkilotlar ko'pincha tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar e'lon qiladi. Haqiqiy misol, tasavvur qiling, siz Farg'ona vodiysida yashovchi ayol tadbirkorsiz. Sizning kichik hunarmandchilik sexingiz bor. Siz milliy kiyimlar tikasiz. Siz mahalliy bozorda sotuvni kengaytirishni, hatto eksportga chiqishni istaysiz. Ammo sizda yangi tikuv mashinalari sotib olish, xodimlar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etish uchun mablag' yo'q. Aynan shu yerda xalqaro tashkilotlarning imkoniyatlari paydo bo'ladi. Masalan, USAID yoki BMT taraqqiyot dasturi UNDP tomonidan e'lon qilinadigan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash loyihalarida ishtirok etishingiz mumkin. Bunday loyihalar uchun ariza berish jarayoni juda murakkab va jiddiy. Sizdan biznes reja loyihangizning maqsadlari, kutilayotgan natijalar, byudjet va moliyaviy hisobotlar talab qilinadi. Siz o'zingizning loyihangiz qanday qilib ish joylarini yaratishni, qanday qilib mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shishini, ayniqsa ayollarning ichida asoslashingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonlik yuzlab tadbirkorlar orasidan bir necha o'ntasi tanlanishi mumkin. Sizning sexingiz uchun $5,000 dan $20,000 grant ajratilishi mumkin. Bu pul yangi uskunalar sotib olish, marketingni yo'lga qo'yish yoki xomashyo zaxirasini yaratishga sarflanadi. Lekin bu pul shunchaki berilmaydi. Grant oluvchilar o'z loyihalarining bajarilishi haqida muntazam ravishda hisobot berib borishadi. Ularning faoliyati monitoring qilinadi. Sizga misol keltiran bitta fermer xo'jaligi xalqaro tashkilotdan tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish uchun grant yutib olgan. Loyiha doirasida fermerga $15,000 miqdorida mablag' ajratilgan. Bu mablag'ning har bir senti qanday sarflangani haqida fermer qat'iy hisobot bergan. Natijada u suvni tejashga erishgan, hosildorlikni oshirgan va boshqa fermerlar uchun namuna bo'lgan. Dehqonlar va fermerlar agrosanoat sohasidagi yangi texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash, hosildorlikni oshirishga qaratilgan loyihalar ham xalqaro hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, BMT qishloq xo'jaligini rivojlantirish fondi AIFAD yoki xalqaro qishloq xo'jaligi tashkiloti FAO bu kabi dasturlarni amalga oshiradi. Haqiqiy misol, Sirdaryo viloyatida yashovchi fermer Mirzayevning 10 gektar paxta maydoni bor. U har yili suv tanqisligidan aziyat chekadi. U BMTning qishloq xo'jaligini rivojlantirish dasturi haqida eshitib ariza topshiradi. Uning loyihasi paxta maydonlarida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish deb nomlangan. U loyihasida o'z yerda tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatishni, shunday qilib suv resurslarini 40% ga tejashni va hosildorlikni 20% ga oshirishni maqsad qilib qo'ygan. U ushbu loyiha uchun zarur bo'lgan uskunalar narxini o'rnatish xarajatlarini hisoblab chiqib, aniq byudjet taqdim etadi. Ushbu dastur doirasida fermerga $25,000 miqdorida grant ajratiladi. Bu pullar to'g'ridan to'g'ri uning shaxsiy hisobiga emas, balki loyiha uchun zarur bo'lgan uskunalarni sotib olish, mutaxassislarni jalb qilish uchun maqsadli tarzda sarflanadi. Fermer loyihaning har bir bosqichi bo'yicha hisobot beradi. Uning yerlariga monitoring olib boriladi. Natijada u nafaqat o'z iqtisodiyotini mustahkamlaydi, balki suvni tejash borasida boshqa fermerlarga ham namuna bo'ladi. Uch talabalar va olimlar xalqaro ta'lim dasturlari, stipendiyalar va grantlar orqali chet elda o'qish yoki ilmiy tadqiqotlar olib borish imkoniyatlari mavjud. Masalan, Chevening, Buyuk Britaniya, Fulbright, AQSh, Erasmus, Yevropa Ittifoqi dasturlari orqali minglab talabalar o'z bilimlarini oshirmoqda. Haqiqiy misol toshkentlik yosh dasturchi Nodir. U Germaniyada sun'iy intellekt bo'yicha magistraturada o'qishni orzu qiladi. Ammo u yerda o'qish va yashash uchun katta mablag' talab qilinadi. U Erasmus dasturi haqida eshitadi. Dasturda ishtirok etish uchun u ingliz tilini yaxshi bilishi, yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lishi, motivatsion xat yozishi va tavsiyanomalar olishi kerak. U barcha hujjatlarni to'playdi, intervyudan muvaffaqiyatli o'tadi va grant yutib oladi. Erasmus Plus granti uning o'qish pulini, turar joy xarajatlarini, hatto oylik stipendiyani ham qoplaydi. Bu degani u Germaniyada o'qish uchun hech qanday pul to'lamaydi. Aksincha o'qish davrida yashash xarajatlari uchun ma'lum miqdorda mablag' oladi. Lekin
Bu Nodirning shaxsiy muvaffaqiyati, u buning uchun yillar davomida tayyorlangan til bilimi va yuqori baholarga ega bo'lgan. Bu har bir kishiga beriladigan pul emas. Nodavlat notijorat tashkilotlari, NNT va jamoat tashkilotlari, agar siz ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalar bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, masalan, ekologiya, aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, huquqiy savodxonlikni oshirish, siz ham xalqaro grantlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu tashkilotlar o'z loyihalarini taqdim etadi va moliyaviy yordam oladi. Misol uchun, Mehli qo'llar NNT'si bolalar uyidagi bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun 12 haftadan loyiha granti olgan. Loyiha doirasida bolalarga kompyuter sinfi tashkil etilgan va ingliz tili kurslari yo'lga qo'yilgan. Bu yerda ham pul to'g'ridan-to'g'ri bolalarga berilmaydi, balki ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishga sarflanadi. Loyihaning umumiy qiymati $30,000 tashkil etgan. Kimlar esa xavotirga tushishi kerak? Xavotirga tushishi kerak bo'lganlar, bu oson pulga ishonib, firibgarlarning tuzog'iga tushadiganlar. Agar sizga Telegram guruhlarida, WhatsAppda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxslar yoki soxta tashkilotlar tomonidan xalqaro yordam jamg'armasidan sizga $10,000 ajratildi, faqat havolaga o'ting va ma'lumotlaringizni kiriting yoki grantni olish uchun kichik komissiya to'lang kabi xabarlar kelsa ehtiyot bo'ling. Bu deyarli har doim firibgarlikdir. Xalqaro tashkilotlar hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni havolalar orqali so'ramaydi. Bank kartangizning raqamini yoki PIN kodini so'ramaydi va eng muhimi, grant olish uchun hech qanday komissiya yoki to'lov talab qilmaydi. Agar sizdan pul so'ralsa, bu shubhasiz firibgarlikdir. Har qanday shubhali xabarlarga shubha bilan qarang va darhol o'chiring. Hech qanday havolaga o'tmang. Endi esa qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Istisnolar juda kamdan kam hollarda tabiiy ofatlar, masalan, zilzila, toshqin yoki favqulodda gumanitar inqirozlar yuz berganda xalqaro tashkilotlar tezkor gumanitar yordam sifatida to'g'ridan-to'g'ri naqd pul ko'rinishida yordam ko'rsatishi mumkin. Ammo bu ham har bir kishiga emas, balki faqatgina ofatdan eng ko'p jabr ko'rgan, ro'yxatdan o'tgan va ehtiyojmand oilalarga qat'iy belgilangan mezonlar asosida beriladi. Bu masalan, oziq-ovqat yoki suv sotib olish uchun juda kichik miqdordagi mablag' bo'lishi mumkin. Hatto bu holatlarda ham tarqatish jarayoni hukumat va xalqaro tashkilotlarning qat'iy nazorati ostida bo'ladi va har qanday shubhali holatlar darhol tekshiriladi. Bu holatlar mutlaqo boshqa vaziyat bo'lib, hozirgi tarqalgan solali to'lov haqidagi gaplarga mutlaqo aloqasi yo'q. Tuzoqlar va firibgarliklar. Soxta veb-saytlar va sahifalar. Firibgarlar ko'pincha mashhur xalqaro tashkilotlarning nomidan soxta veb-saytlar yoki ijtimoiy tarmoq sahifalarini yaratishadi. Bu sahifalar haqiqiysiga juda o'xshash bo'lishi mumkin. Ularda katta to'lov, barcha uchun grant kabi jozibador sarlavhalar qo'yiladi. Sizdan ro'yxatdan o'tish uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, bank karta raqamlari, PIN kodlar, telefon raqamlari kiritishingizni so'rashadi. Bu ma'lumotlar firibgarlar tomonidan keyinchalik sizning pulingizni o'g'irlash yoki shaxsingizdan foydalanish uchun ishlatilishi mumkin. Misol uchun, soxta UNICEF yordami sayti, u yerda sizdan 2,000 so'm komissiya to'lab 2 million so'm olishingiz mumkinligi aytiladi. Bu mutlaqo yolg'on. 2. Oldindan to'lov firibgarligi, advance fee scam. Bu firibgarlikning eng keng tarqalgan turlaridan biri. Sizga katta miqdordagi pul, grant, meros, lotereya yutug'i taklif qilinadi. Lekin bu pulni olishdan oldin bank xizmatlari, soliq, yuridik xarajatlar yoki ma'lumotlarni qayta ishlash to'lovi uchun kichik miqdorda pul to'lashingizni so'rashadi. Siz bu pulni to'laganingizdan so'ng firibgarlar yo'q bo'lib ketishadi va siz na pulni, na u va'da qilingan katta miqdordagi to'lovni olmaysiz. Buni juda ko'plab insonlar boshidan kechirgan. O'ch, noaniq ma'lumotlar. Ba'zida ma'lumotlar to'liq yolg'on bo'lmasligi mumkin, ammo u juda noaniq va noto'g'ri talqin qilingan bo'ladi. Masalan, xalqaro tashkilot qandaydir loyihaga grant bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu loyiha butun mamlakat aholisiga emas, balki faqatgina ma'lum bir hudud yoki ijtimoiy guruhga mo'ljallangan bo'ladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bu barchaga pul deb tarqaladi. Misol uchun, O'zbekistonda bolalar salomatligini yaxshilash uchun $10 million loyiha amalga oshirilmoqda. Bu pul to'g'ridan-to'g'ri bolalarga berilmaydi, balki kasalxonalar jihozlanadi, dori-darmon sotib olinadi, shifokorlar o'qitiladi. Lekin bu xabar ba'zan
UNICEF'dan bolalarga 10 milyon dolar berilmoqda deb talqin qilinadi. Bu esa xato. No'bray nuansiz. Moliyaviy yordamning har doim ham pul bo'lmasligi. Xalqaro hamkorlar ko'pincha texnik yordam ko'rsatadi. Bu esa puldan ko'ra qimmatroq bo'lishi mumkin. Misol uchun, sizning biznesingiz uchun Germaniyadan mutaxassis kelib, sizga maslahat beradi, xodimlaringizni o'qitadi yoki sizga yangi dasturiy ta'minot uskunalar yetkazib beriladi. Bu to'g'ridan to'g'ri pul emas, lekin u sizning faoliyatingizni rivojlantirish uchun katta investitsiyadir. Loyihaning davomiyligi va barqarorlik xalqaro tashkilotlar qisqa muddatli sovg'alar berishni emas, balki uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ko'zlaydi. Ular sizning loyihangiz kelajakda ham mustaqil ravishda faoliyat yuritishga ishonch hosil qilishni istaydi. Shuning uchun loyihangizni taqdim etayotganda uning kelajakdagi barqarorligini ham asoslash muhim. Byurokratiya va hisobot. Legitim xalqaro dasturlar juda murakkab va qat'iy byurokratik jarayonlarga ega. Ariza topshirish, hujjatlarni yig'ish, hisobot berish jarayonlari ko'p vaqt va kuch talab qiladi. Ba'zilar buni qiyinchilik deb hisoblashi mumkin, ammo bu mablag'lardan samarali va shaffof foydalanishni ta'minlash uchun zarurdir. Har bir sarflangan dollar uchun qat'iy hisobotlar talab qilinadi. Endi esa eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Agar siz haqiqatan ham xalqaro tashkilotlarning imkoniyatlaridan foydalanishni istasangiz, nima qilishingiz kerak? Bir ma'lumotni tasdiqlang. Har qanday xabarga ko'r-ko'rona ishonmang. Ma'lumotning manbasini tekshiring. Bu juda muhim qadam. Agar sizga xalqaro tashkilotdan pul haqida xabar kelsa, uni tasdiqlash uchun shu tashkilotning rasmiy veb-saytiga kiring. BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi, USAID, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi, Jahon banki, UNICEF kabi tashkilotlarning rasmiy saytlarida barcha ochiq dasturlar va grantlar haqida ma'lumotlar mavjud. Qidiruv tizimlarida UNICEF Uzbekistan official website yoki USAID Grants Uzbekistan deb qidirib ko'ring. Rasmiy manbalarda hech qanday har bir kishiga to'lov haqida ma'lumot topa olmaysiz. Misol, sizga Telegramda BMT sizga 2000 dollar to'laydi degan xabar keldi. Birinchi navbatda Google qidiruvga BMT O'zbekiston rasmiy sayti deb yozing. Keyin bu saytda grantlar, dasturlar yoki tanlovlar bo'limlarini qidiring. Agar u yerda sizga va'da qilingan universal to'lov haqida hech qanday ma'lumot topilmasa, demak bu yolg'on xabar. Legitim dasturlarni aniqlang. O'zingizning ehtiyojlaringizni va imkoniyatlaringizni tahlil qiling. Siz nima qila olasiz? Siz qaysi sohada faolsiz? Siz kichik biznes egasimisiz? Fermermisiz? Talabamisiz yoki NNT a'zosimisiz? Faqatgina o'zingizning sohangizga tegishli va ma'lum mezonlarga javob beradigan dasturlarni izlang. Hamma uchun degan dasturlar mavjud emas. Har bir dasturning aniq maqsadli auditoriyasi va talablari bor. Misol, agar siz qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan fermer bo'lsangiz, qishloq xo'jaligini rivojlantirish yoki suvni tejovchi texnologiyalarga qaratilgan grant dasturlarini izlashingiz kerak. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash loyihasi siz uchun mos kelmaydi. Hujjatlarni tayyorlang. Agar siz biror legitim grant yoki loyihani topsangiz, unda ishtirok etish uchun juda jiddiy tayyorgarlik ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu shunchaki ariza yozish emas. Sizdan batafsil biznes reja, loyiha taklifi, byudjet, moliyaviy hisobotlar, rezyume, CV, tavsiyanomalar, shaxsiy ma'lumotlar, pasport nusxasi, diplomlar qilinishi mumkin. Bularning barchasi professional tarzda tayyorlanishi lozim. Agar ingliz tili bilmasangiz, tarjimon xizmatidan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Chunki ko'pchilik arizalar ingliz tilida qabul qilinadi. Misol, biznes reja yozayotganda siz bozorni tahlil qilishingiz, raqobatchilarni o'rganishingiz, mahsulotingizning afzalliklarini ko'rsatishingiz, moliyaviy prognozlarni, daromadlar, xarajatlar hisoblashingiz, marketing strategiyangizni yoritishingiz kerak. Bu juda murakkab jarayon bo'lib, ba'zan mutaxassislar yordamiga ham ehtiyoj tug'ilishi mumkin. 4. Mahalliy ekspertlardan va NTLlardan yordam so'rang. O'zbekistonda xalqaro loyihalar bilan ishlaydigan ko'plab mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlari, konsultantlar va markazlar mavjud. Ular sizga ariza to'ldirishda, biznes reja yozishda, loyiha taklifini shakllantirishda amaliy yordam berishi mumkin. Ba'zi intlar hatto grant yozish bo'yicha bepul treninglar ham o'tkazadi. Bunday tashkilotlarning veb-saytlarini yoki ijtimoiy tarmoq sahifalarini kuzatib boring. Misol, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi huzuridagi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazlari yoki ayollar tadbirkorligini
rivojlantirish markazlari xalqaro grantlar haqida ma'lumot berishi va hujjat tayyorlashda yordam berishi mumkin. 5. Hech qachon to'lov qilmang. Bu eng muhim qoida. Agar sizdan grant yoki yordam olish uchun komissiya, soliq, yuridik xarajatlar yoki boshqa har qanday to'lovni amalga oshirishingizni so'rashsa, bilingki, bu buyurtmarinlik firibgarlik. Legitim xalqaro tashkilotlar sizdan pul talab qilmaydi. Ular faqatgina sizning loyihangizga sarmoya kiritadi, lekin avval sizdan pul olishga urinmaydi. 6. Firibgarlik holatlari haqida xabar bering. Agar siz firibgarlikka duch kelsangiz yoki shubhali xabarlarga duch kelsangiz, bu haqda huquq tartibot idoralariga yoki O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining kiber xavfsizlik bo'limiga xabar bering. Bu boshqa odamlarni ham shunga o'xshash tuzoqqa tushishdan saqlaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, только что Solidnaya выплата от международных партнеров каждому degan xabarlar shunchaki bo'sh mishmishlardan iborat. Bu narsa mavjud emas. Lekin shuni ham unutmangki, xalqaro hamkorlar tomonidan taqdim etiladigan haqiqiy imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatlar aniq maqsadlarga ega bo'lgan, ma'lum mezonlarga javob beradigan va jiddiy mehnat talab qiladigan dasturlar, grantlar va loyihalar shaklida bo'ladi. Ular sizning shaxsiy rivojlanishingiz, biznesingizni kengaytirish, ta'lim olish yoki ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun ajoyib yordam bo'lishi mumkin. Ammo buning uchun siz ma'lumotni tekshirishingiz, o'rganishingiz, tayyorgarlik ko'rishingiz va firibgarlardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Moliyaviy masalalarda har doim hushyor bo'ling va faqatgina ishonchli manbalarga tayanib ish ko'ring. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollarga javob topdingiz. O'z fikr-mulohazalaringizni, shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.